Agar qandaydir maqsadingiz bo'lsa va uni amalga oshirishni ko'zlagan bo'lsangiz, qaysidir sohada eng zo'ri bo'lmoqchi bo'lsangiz va bularning bariga mehnat qilmasdan erishaman deb o'ylaydigan bo'lsangiz, unda adashasiz. Chunki men nimaiki qilgan bo'lsam, xoh aktyorlik bo'lsin, xoh bodybuilding yoki siyosat bilan shug'ullanganim bo'lsin, bularning barchasi qattiq mehnat talab qilgan. Kishi sabrli bo'lish kerak va maqsad yo'lida qurbonliklar qilishga tayyor turish kerak. Agar qattiq mehnatga tayyor bo'lmasangiz, orzu ham qilib o'tirmang. Bu muhim qoida. Serg'ayratlik bilan mehnat qiling. Haftasiga 80 soat, 100 soatgacha ishlang. Sabr qila oling. Men juda ham vaqtli uyg'onaman. Ba'zida soat 3 da ham uyg'onishim mumkin. Soat 7 da boshlanadigan ishimga tayyor bo'lish uchun soat 3 da turaman. Nechida tursam ham ishga kirishaman. Agar ishim 7 da boshlansa, demak 4 soat vaqtim bor. Va men 2 barobar ko'proq shug'ullana olaman. Keyin nonushta qilib yana mashg'ulotlarga jo'nayman. Dunyoga o'zingni ko'rsat deyman o'zimga o'zim. Men o'zimdan boshqalardan ko'ra g'ayritabiiy farq mavjudligini ko'raman. Bu ham bo'lsa, men hech qachon mehnatdan o'lib ketish borasida qo'rquvga tushmayman. Men o'z yo'limda davom etaman. Men haddan ziyod ish qilish orqasidan charchab qolmayman. Sen mendan ko'proq qobiliyatga ega bo'lishing, mendan ko'ra aqlliroq bo'lishing, mendan ko'ra kelishgan bo'lishing mumkin. Biroq ikkovimiz ham bir paytda ishga kirishsak, yo men yutaman yoki halok bo'laman. Bu juda sodda tushuncha. Kimki ko'proq shoshilsa va harakat qilsa, o'sha yutadi. Ishonamanki, mehnat haqiqat va xayolot o'rtasidagi ko'proq vazifani o'taydi. Men umidsizlik, tushkunlik domiga tushib qolgan kunlarimda ham doimo ishga berilardim. O'rnimdan turib, qayta va qayta ishlardim. Qayta va qayta. Hayotingdagi muvaffaqiyatga o'z ta'sirini o'tkaza oladigan 3 narsani nazorat qila olishing mumkin. Bular qanchalik og'ir mehnat qilishing, qanchalik halol bo'lishing va boshqalar bilan qanday munosabatda bo'lishingdir. Sen bularni o'zing boshqarishing mumkin. Ammo qanchalik omadli bo'lishingni, qancha ko'p ishlasang shuncha omad kelishini boshqara olmaysan. Yaratgan senga bergan tafakkur salohiyatini o'zgartira olmaysan. Biroq qo'lingdan kelgancha qattiq ishlashing, odamlar hurmat qiladigan halol inson bo'lishing va boshqalar bilan hamkorlik qilishing mumkin. Chunki hech kim yakka o'zi muvaffaqiyatga erisha olmaydi. Bilasizmi, hech kim jonini jabborga berib ishlamay turib muvaffaqiyatga erisha olmagan. Video sizga yoqdimi? Biz sizga yanada qiziqarliroq videolar tayyorlashda davom etamiz. Siz esa buning uchun videoga like bosing va videoni ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlaringiz bilan ulashing. Agar bizning kanalimizni endi ko'rib turgan bo'lsangiz, keyingi videolarimizdan ham xabardor bo'lib turish uchun obuna bo'lishni unutmang. Ekranga qarang va siz uchun tayyorlab qo'yilgan boshqa 2 ta videoni ham tomosha qiling. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Matnni Jasur Rahmon o'qidi. Nurli media mahsuloti.